kim gapiryapti? Men seni to'g'ri miyamman. Meni miyam? Ha, seni umuman ishlamaydigan miyamman. Unda aytchi, mashina sotsam, yutkizgan pullarimni toparlaymanmi? Odamlar uyni sotib ham qarta botib ketyapti. Buning chirib ketibdi-yu. Voy bolam, darvoza qani darvoza. Ey, otni qo'ltig'i. Shuni ham yutkizib yubordingmi? Miyam ishlamayapti-da, dada. Endi tutmading. Tezda joyiga qo'ppay bo'ptimi? Miyani tosh bilan chaqaman. Tiqimingga qo'shib. Oh my god. Meni ishlatsan tezroq ishla. Ishlamayapti. Ana bu boshqa gap. Mana darvozacha gaplar. Aka, meni qutqarmasangiz bo'lmaydi. Sirosha darvozangiz bormi? Aka, bir hafta o'yinda qilib beramiz. Bir hafta o'yin hozir men miyam bilan kelishib olay. Miyam, nima qilamiz? Senga suratingni qadam to'b beradi bular. Kecha kunduzda qistamiz. Asakada eng kuchli darvozachi Xushnudbek aka bo'ladi. Yo'q-e. Kvadrati 500 mingdan boshlanadi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beradi. Yana nima qilyapsan? Darvozaga pulimiz yetmaydi, ko'paytirish kerak buni. O'ynamaysiz o'rmondani. O'ynamasak bo'lmaydi-da. Yana yutkizdi. Miyam, endi nima qilamiz? Miyam qisib qopti-yu. 90'larda ikkita qopti uylanmagan dada. Ular ham uylangan, uydagilari bilmaydi xolos, o'g'lim. Yo'q dada. Ha, 93lar uyda bo'ydoq, ko'chada ikkitadan bolasi bor. Uydagilari qiz topolmay ovora. Bular spakoyni yashab yuribdi. 90'lar yomon to'y kiygansizlar. Ajab bo'lsin, sizga bu ham kam ajab bo'lsin. Meni boqadigan o'g'lim. Katta bo'lsa men ham boqaman. Nogiron emasman. Meni ham erkalab qo'ring. Ayni siz katta bo'lib polis bo'ldi. Qonim ochdi dada. Turgiz artist ukasi ham. Boring noqachib turing. Unda non qolmabdi dada. Unda boring do'konga chiqib olib keling. Ukam tug'ildi. Vafsha o'zgarib ketdingiz dada. О, мальчик, помоги. Деньги дай, qornim ochiluvich. O'zim ham qonim och, senlarga pul bersam, darrov cho'lasanlar alkashlar. Mальчик, meni ham 6 yoshli o'g'lim bor edi. O'g'irlab ketishgan. Hadi shu alkash meni dadam bo'lsa-ya. Papa! Ivanushka, это senmi? Papa, o'zimga papa. О, сынок. Muncha xasib ketding, papa? Не знаю, это называется пешана тaqdir. Papa, смотри, я блогер. Ну? Dadam asaka aylanish, delfi, gilam yuvish sexida ishlaydi. Vodiy bo'ylab gilam, to'shak, ko'rpa, adyol nima bo'lsa olib kelib yuvib, uzog'i 3-4 kunda yetkazib beradi. Что такое? Reklama что ли? Chivosmi? Undami ko'p. Divan kreslosini mebelni u yoqqa bu yoqqa siljitishga eringanlar uchun o'zimiz buni apparatlarimiz bilan olib borib, химическая qilib, toza qilib yuvib kelamiz. Zastavka tekin. Все блогеры реклама делаешь, надоело уже. Papa, muncha ne davoysan? Фу, да пошел ты вон. Sen pashol. 95'larda har yam uylanmagan bor ekan dada. Ola, a to'y qilgani pulimni yo'qdir-da. 95'larda hamma yo'g'i bor dada, uylangan qiz yo'q, qiz. Unaqa bo'lsa bitta bolasi bor xotinni olaversan, bo'laveradi. 95'larda bilmaysiz dada. Ay, qonim yomonyapti olam. Piyoda chiqing, liftdan chiqmang dada. 9-chi etajga ulgurmayman. Ana, sizga nima dedim? Sekin tashladi. O'chashganda nima bo'lsa bo'ldi. Teskari qarab turing. Qulog'idan qayerga qarayman? Qayoq sasyapti? Hozir nima qildingiz dada? Ichingizda it olganmi? Sizga mazada bo'lib, sizni pipito tagliklaringiz bor. Sasib ham, toshib ham chiqib berdi. Keyin har xil reaksiya ham chaqirib berdi. Men-chi qachongacha mana shunaqa qilib yuraman? Nima bu dada?
san'at asari. Qochib turing og'zimni irg'itib yuboramiz. Boring oğlum, mayga kelib tuxum bilan kalbasi yozdirib chiqing, meni qarzim bor, boring. Qanday kama, meni ham qarzim bor-ku dada. Bu yerda qarzim yo'qdir dada. Bu yerda qarzim yo'q meni. Ayaz yozdirib chiqyapti-da, mana shu yerda. Dunyoda nima qilyapsizlar dada? Siz bor ekan-ku dada, ochimizni o'ldirib yubormang endi. Pul bor, borlikka bor. Bergim kelmaydi-da, bergim.